bu qiz haqida moshennik deb menga xat yozishdi. Qoch, bor, yo'qol. Qoch. Sen yetmayapti deng, bor-ku, bor, yo'qol. Qo'lim qaltiryapti meni. Bor, chiq. Bor. Mana ko'rdinglar? Bor, yo'qol, chiq. Asabimni bizma, yo'qol. Qarasanglar-chi, olinglar. Ustozinglar ham shunaqa qiladimi? Bor, mana asabimni bizmalaring, chiq. Artistlaringga borasan. Xo'pmi? O'shalarga PR qilgin, menga qilmagin, tinch yurlaring. Ko'ring. O'ynashi shu salonni ochib berdi. Men bu bilan sudlashaman, bilasizmi, Aziza? Sudlashaman sen bilan, siqirt. Erimni sog'inib qoptimi yoki? Yo, bo'ldi, men qarang. Menga lishli problema kerak emas bu. Biz bugun bostirib keldik. Kimni oldiga deysizmi? Juda ham qiziq bo'lib ketyapti o'zimga ham. Bu qiz haqida moshennik deb menga xat yozishdi. Kimligi? Hozir qiziq. Ko'ramiz. Detskiy massaj qiladigan ayol ekanlar. Kimga moshenniklik qilganlar? Kimdan pul olganlar? Hayronman. Hozir bilib hammasini qiynab, siqtab bilamiz. Mo'rlashyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Go'zal shu yerdamlar? Ha? Yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Uzr. Sekin kiramiz. Odam ko'p ekan. Hozir shok bo'lamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tuzumsizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumsiz? Moshenniklik qilib, mamta dars o'tishga qiynalmayapsizmi? Tushunmadim, nima? Qachon moshenniklik qildim? Bizga xat keldi. Mana buni hozir ko'rsaman. Mana buni taqib turamiz va kameraga bundoq Qoch, bor, yo'qol. Qoch. Sen yetmayapti deng, bor-ku, bor, yo'qol. Chiq. Voy, shunaqa ham qiladi mehmonga. Qayerda moshenniklik Qizlar qaramisizlar? Bor, chiq deyapman. Qo'lim qaltiryapti meni. Ko'rdinglarmi qizlar? Bor, yo'qol, sen yetmayapti. Bor, artistlaringga borgin. Bu anaqa, bor, chiq. Bor. Mana ko'rdinglar? Bor, yo'qol, chiq. Asabimni bizma, yo'qol. Qarasanglar-chi, olinglar. Ustozinglar ham shunaqa qiladimi? Bor, mana asabimni bizmalaring, chiq. Artistlaringga borasan. Xo'pmi? O'shalarga PR qilgin, menga qilmagin, tinch yurgan odamga. Deyapman sizga. Siz sepishingizni qarang. Mikrofonim zaram otvordi. Palon pulli mikrofon. Menga mumkin emas, menga boshim mumkin emas edi. Suvinglar bor, menga ham suv berib ichishga. Homilador ayolga, voy, bilagan bo'lmagan. Voy, tavba, astag'firullah. Mana shunda bir minutga qarasangiz, men sizga mana shu xatni ko'rsaman-da. Siz ko'rasiz. O'sha ko'ring, shu ko'rsaman sizga, keling. Mana, keling. Voy, nimaga oldingmi, ha? Voy, bular anaqa ekan, nima edi, anu, pajal qilishni bilishar ekan. Ha, hozir bilasizmi? Hozir shuncha shogird oldi, qanaqa sistaman, qo'limni ko'ryapsizmi? O'shani o'qing, mana o'qing. O'qing o'zingiz, men o'qolmayman, hozir titramayapman. Bo'pti, keling o'tiramiz edi. Yo'q, men dars o'tyapman, Layza bichunasiz, men hozir vaqtim yo'q. Siz mana shuni o'zingiz oqlashingiz kerak. Shuning uchun men siz oldingiz keldim. Siz ko'ring shuni. Shuni isbotini ko'rsating. Mana o'quvchilar telefon qilib bering, men o'qimayman. O'quvchilaringizdan bittasi ekan. Siz pulni olib, o'qitmasdan, diplomga ham bermasdan haydab yuborgan ekansiz. Endi sizlar bo'lmagansizlar o'sha paytda, to'g'rimi? Onlayn ham o'qiganmiz, shogirdlarimiz. Hech unaqa qilmaydi. Onlayn o'qib turgan odamlarga berilgan viloyatlarga отправкаlar. Hozir menga qarang, gapingiz bo'lsa, отдельно kelib, darsimdan tashqari kelib nimaga gapirmaysiz? Hozir o'zingizcha bo'ta nomer yig'yapsiz, to'g'rimi? Qo'yavering bolalar. Siz yosh bola. Shokda hozir yosh bola. Qani o'qing, menga SMS nima? Mana keling o'tiraylik. Men qizlarni bir minutga ham xiyonat qila olmayman. Bular ham viloyatdan, respublikadan, oilasidan ajralib kelgan qizlar. Darslar qachon tugaydi? 12:30da. 12:30da necha bo'ldi soat? Voy, 1 soat kutamanmi? 1 soat kutolmayman-da. Hop, mana so'ra qizlardan, qaysi birini aldanman? Mana onlaynda o'qiganman. Keling, birorta qizdan so'raylik. Bo'pti, keling. Mana keling, sizdan so'raymiz misol uchun. Qarang kameraga. Diplom bermadimmi? Yo'q, bergansiz. Qanaqa diplom oldingiz? Hali bitirmadingiz-ku o'qishni. Onlayn ham o'qiganmiz. Yanada o'zimizni naq qilish uchun yo'q, men videoga qaramayman. Qarayman, o'tirib mana. Kim qaraydi mana? Kim bor? Keling, keling. Siz gapiring, Nodir aka. Uzr, siz ham besta qildik endi. Endi biz shunaqa keldik, shuncha tekshirgani keldik. Mana. Bo'ldi, davay. Qo'ynim ochilib qolmasin. Xo'p, mana bo'ldi. Mana kameraga qarang. Qanchadan beri o'qiysiz shu yerda? Bu yerda bizga hozir 2 yil oldin o'qiganman. Ha, 2 yil oldin men onlayn o'qiganman. Sertifikat, diplom berilgan. O'z qo'lim bilan olganman. Itak Amerika deydilar. Anaqadan olganman, katta opalaridan kelib olganman. Hozir yana yangi texnikalar, Malika opam. Ha, opalar ham bormi? Ha. Ha.
go'zalda hech qachon yolg'on, aldov, ana atmaska qilib ketishlar umuman yo'q. Onlaynda ham 100% darsni tekshirib olganlar. Xato qilinayotgan joyini boshqatdan qilib video qilib tashlaysiz deb tashlatib keyin sertifikat berganlar. Ana takka berib ketmaganlar sertifikatni. O'zi kim bunaqa anaqa O'sha qildi menga? Kim menga ayting. Siz o'zi qayerdan meni topdingiz? Nimaga keldingiz o'zi? Siz o'zi artistlarga borardingiz, shular hayoti bilan meni nima qilasiz? Men jim yurgan odamga. Yo nima qilasiz? O'shaning uchun o'zlaridan so'raydigan maqsadda oldik. Nechi pulga yubordilar sizni? Ayting, nechi pul oldingiz shu odamdan kelish uchun bu yoqqa? Yo, nima berishim kerak Hozir pul bergan zaman emas, hozir pul bergan. Yo, sizga nechi pul berib yubordi bu yoqqa? Agar berganda bu yoqqa kelmasdim. Nima qilardingiz? Mashinaga kelib qochardim Dubayga. Nechi pul berdi sizga ayting? Shu Menga odam? qani osqari pulim bormi? O'sha beg'amlar. Shu. Demak pul berib qildi. Pul berishdimi? Nega olib beraman pulim bo'lsa? Ayollar sumka tutadi-ku. Sumkamni endi pul chib ketmasam kerak, to'g'rimi? Hozir pul bergan zamon emas. Sizlar hech pulga masalan o'qiysizlar. Mana bizga pul berib o'zinglar. Hech puldan o'qiyapsizlar. Nima qilasiz? Bu joyda ishlaysizmi siz? Qayerda? Poliklinikada. Detskiy. Hamshira bo'lib. Detskiy massajistga ham ishlaysiz? Yo'q. Nima kerak bor o'qib bunda? O'zimiz Meditsinskiy diplomi borligi 100% davlat ishxonasida ishlasa bo'ladi. O'shaning uchun borib ishlayveraman bemalol. o'zimiz farzandlarimizga ham kerak-ku, nechtadir kurs qilganimizdan keyin bolalarga necha million bitta kursimizga 1 milliondan oshib ketadi. Bular 12 yoshgacha bemalol o'zimiz massaj qilamiz bularni. Tekinga? Tekinga o'zimizga-ku bu, o'zimiz anaqamizga. Ili qarindoshlarimiz, jiyanlarimiz ham shunaqa bo'lsa, ular ham borib o'tirmaydi-ku. Qilib beramiz o'shalarni. Siz o'zi aslida qoida bo'yicha, qonun bo'yicha kelib meni makonimga shuncha 18 ta qizni qora ko'zni vaqtini ketkizib bo'tdi. Nima deydi, razbor qilishga haqqingiz yo'q. Nima gapingiz bo'lsa, menga qarang. Sizcha gap naryoqda ham o'tirishib qizni eri ruxsat bermaydiganlar, kameraga tushishni olmaydiganlar. Menga qarang. Gapi bo'lsa, sudga yozsin, sudga oshirsin. Nima gapi bo'lsa, itajchi siz ham qanaqa gapingiz bo'lsa, sudga yozing-da. Men sud orqali gaplashaman. Men qachakilashib bunaqa o'tirmayman sizlar bilan. Tushunyapsizmi? Sud orqali cho'zilib ketadi-da. Mayli, gaplashaveraman. Nima farqi bor? Sizga qonun qoida kerak-ku, zakon kerak-ku. To'g'ri. Agar siz Sen bo'ling, men Amerikada yashagan odamman. Kerak bo'lsa, shu zakon bo'yicha, qoida bo'yicha gaplashaman. Hozir menga shuncha 18 ta kishini oldiga 4 ta erkak kirib olishga haqqingiz yo'q. To'rtdimi? Sizdami bilan? Shunaqa bo'lmaydi, men o'zim videochi. Yo'q, nega kirsak bo'ladi deb kirdingiz? Kimdan so'radingiz? Mahmud Mahmud rahbari menman. O'zingiz kiravering deb gapirdim. Qachon gapirdim? Mana shu kirganimda. O'zingiz gapirib ketdingiz-ku. Haydadilar. Haydadilarmi? Menga bitta ochiq SMS-ni o'qing. O'qiymizmi? O'qing. Uyda o'tirib. Yo'q, men bering. Mana o'qing. Assalomu alaykum, Laziz, yaxshimisiz? Sizga murojaat bilan aloqaga chiqayotgan edim. Sizga aytsam bilmadim. Siz uni taniysizmi, yo'qmi? Go'zal Zaynidinova degan massajchi qiz bor, u odamlarga moshenniklik qilyapti. Sizdan o'tinib so'rayman, shuni asl basharasini ochib, sababini qizlarini o'qityapti-da. Oching, sababi qizlarni o'qityapti-da, sertifikat bermayapti va insonlarni aldab pulini olyapti. Bu massaj sohasida umuman yo'q qiz. Bilmaydi ham. Massajni buni o'ynashi shu salonni ochib berdi. Xodim. Hozir meni bilasizmi? Bunaqa SMSlar, bunaqa inson yozishga. Qani meni o'ynashim? Hozir erim ko'rsa nima deydi? Hozir erim ko'rsa nima deydi? Men bu bilan sudlashaman, bilasizmi, Aziza? Skori chaqiraylar, bilasiz. To'xtab turing, o'ynashi shu salonni ochib berdi. Hadeb urush janjal qilavergani uchun erim chet elda deydi. To'xtab turing, umuman ko'rsatmaydi. Iltimos shu Profillarni ko'ring. Iltimos siz shu bilan intervyu qilib, xalqqa asl basharasini ochib bering. Qilgan ishidan uyalib qolsin. Shuni xalqini oldida sharmanda bo'lganini ko'rsam, biram maza qilardim. Shaxsan menga shunda o'qidim, menga sertifikat bermadi, meni aldadi, tajribaga ega ham emas. Shaharda bundan ham zo'r massajistkalar bor. O'shalarni reklama qilish kerak, o'shalarni ko'tarish kerak, buni sharmanda qilish kerak. Iltimos, shu bilan intervyu qilib, shu gaplarini o'zingiz ayting. Xalqqa faqat gapirishga yo'l qo'ymang. Dabdalasini chiqazing. Menga mana shu odamni toping. Nomerini Siz telefoningiz emas. Men bularga ruxsat berdim. Yo'q, bunga eriga yuborgan. Eriga jonim chiqdi-yu. Переслать qilingan. Hozir siz o'shanga
unaqa nima edi? Ha, menga hozir qilib bering. Hop. Hozir qilib Gaz bering. sotashingiz o'shanga hozir. Men bilaman bu odamni kimligini demak. Bilaman kimligini. Hozir. O'zi massaj sohasida 3-4 ta mutaxassis bo'lsa, men bemalol ayta olaman, eng zo'riman deb. Ani qolgan 2-3tasi borib undan ko'ra boshqa ishini qilsin. Xalqqa aldab, boshqa narsa qilgandan ko'ra. Kim bu? Qani qilib bering menga. Mana siz anaqa gaz sotashin shunga. Menga qaragin, kim bo'lsang hamchi, menga aloqaga chiqqin, tushundingmi? O'zingchalik men bitta kameralarni yuborib PR qilmasdan. O'sha men anaqa go'zalman deding. Men Go'zal Zaynidinovaman. Gaping bo'lsa o'zing kelgin, bo'lmasa sudlashaman sen bilan, siqirt. Qattam emas, balki siqirtmasdi. Top bering, hop menga shu qizni. Men endi Laziza, qarang, Lazizamisiz, Lazizapamisiz, yoshingizni bilmayman. 18 yoshman. Men mana 18 ta qiz oldida aytyapman. Men sizni tinch qo'ymayman. Menimi bo'laman? Men shu qizni top bermagunizcha tinch qo'ymayman. Top berganingizdan keyin men o'zim bilaman bu bilan qanaqa gaplashishni. Kim ochib beribdi bu joyimni? Erimni ko'rsatamanmi? Erimni sog'inib qolibdimi yoki? Bilmasam, endi baqirmayapti yosh bola bo'lsa, uy aytaylik qolaysan. Bu hozir anaqada kino olamizda, xafa bo'lmang, xo'p? Kino olamiz. Suchasan? Kim bo'lsa qiz. Qizlarimmi unaqasi? Buni olib baqirmay, hatto bu ham baqirishlik. Yo'q, men baqirishni olmayman. Menga qarang, Laziza. Hozir ustozinglar uxlashinglar. Menga qarang, o'sha qizni oldiga boringni. Siz o'zinglar o'ylayotgansizlar. Yo'q, sizchi Laziza. Men ustozim dars o'tyapti, o'tish kerak. Men pul to'laganman deshar ekan, qaranglar. O'shaning uchun bu javob bersa, ozgina vaqt beringlar bunga. Siz 12:30da kiring. Men ketaveraman. Bu qarab qolib ketaveradi. Voy, maylimiş. Ana ko'rdingizmi, o'quvchilaringizni qarab qolib ketaverar ekansiz. Xullas, men qizlarga diplom sertifikat bermayman, a? To'g'rimi? Shunaqa qilib yozganda. Kecha bu yoqqa keling, siz men bilan olib bering. Mani o'sha qizlarimni darsi tugayapti. O'sha qizlarim bitirishyapti. Hali bitirmasidan o'sha diplom sertifikati tayyor turadi. Tanlab qo'yasiz. Agar men diplom sertifikat bermaganim ko'rsating, hammasini olib bu yoqqa. Imtihon qilmaysizmi ularni? Qilaman. Qilgandan keyin beraman, lekin tayyor qilib qo'yib qo'yaman. Men qanaqasiga diplom sertifikat bermasligim mumkin? Mana hammasini kutib oling, qolgan korobkalarni ham. Mana hali уже tugashiga ozgina qoldi, lekin уже ko'rsating. Qachon beradilar? Министерство высшего образования, науки, инновационной республики O'zbekiston. Men anu massajistkalaringizga o'xshab bir parcha qog'ozga YTTni pechatini qo'yib berib, hech qayerga o'tmaydigan sertifikat bermayman. Shuni aytib qo'ying gapingiz bilan. Tushundingizmi? Yo, o'sha kimingizga bo'lsa ham aytib qo'ying. Nech pul olgan bo'lsangiz ham yoki siz berasizmi unga, yo u beradimi, aytib qo'ying. Men xalqaro diplom sertifikat beraman. Men maqil YTTni pechatini qo'yib berib, hech qayerga o'tmaydigan xalqaro sertifikat. Menga qaragin, sallaga o'xshab men YTTni pechatini urib berib sertifikat berayotganim yo'q. Men qizlarimni har biriga xalqaro diplom sertifikat beraman, butun dunyoga o'tadi. Tushundingmi? Qo'lingdan kelsa qilgin. Любой joyga ustimdan yozgin, sudlashaman sen bilan. Menga hozir asabiylash mumkin emas. Laziza opa, hozir men qanaqa ahvol? Men dars o'tyapman qizlarimga. To'g'ri, dars o'tasiz, lekin men ketsam keyin siz yomon ko'rinib qolasiz. Shuning uchun siz o'zingiz oqlab oling degan maqsadda. Yo'q, bu chiqib, nima buni siz hozir olib chiqmoqchimisiz yanaqaga? Ha. Olib chiqasiz, o'sha insonni otini aytib chiqasiz oxirida, bo'ladimi? Topib, menga isbotlab, meni qanaqa insonligimni. Keyin intervyuingizni olib chiqing. Keldim, siz hali kelmasimdan, gapirmasimdan. Siz nima deb kirdingiz? Menga o mashinik qanaqa qilib sertifikat bermasdan odamlarni o'qityapsan, shuncha qizni aldab dedingizmi? Endi men tekshirishim kerak-ku holatingizni. Qanaqa tushasiz? Rostdan bo'lganmi, yo'qmi? O'shandan odam qanaqa olib qo'ying, Nodir opa, mashina pastga. To'g'rimi? Hop 12:30gacha kuting. Kutamaymiz. Biz diagnoz o'tiramiz. Biz ertaga bolalarni bu narsa misol uchun menga kerak emas. Bu narsa ustozingizga kerak. Hozir bular qoralanib qoladi, men ketaveraman. Men farqi yo'q. Kerak bo'lgan bilan sizni topib olinglar. Puli bo'y joyda. Topganlar bilan keyin qayerdan kamera topaman? Hozir kameramiz ham gaplashganmiz, pul to'langan, vaqti bor. Bular ham ketish kerak, o'tiring. Yo'q, men o'tira olmayman. Shuncha qiz turibdi Laziza opa. Men hozir sizga bunaqa xotirjam nimani gapiraman? Men oqlamayman. Men o'zimni isbotlamayman.
qo'lligidan nima kelsa qilsin, katta xolasi bilan kelmaydimi? Men 100% qonun bo'yicha ham, din bo'yicha ham, ko'cha taraflama ham haqman. Gapingiz bormi? Yo, gapingiz bormi? Savollarim bor. Yo, savollar, mana qizlarga beravering. Nima savolingiz bo'lsa? Menga qarang, Laziza deyman. Menga farqi yo'q. O'sha Laziza demoqchi edim, asabimni biz bo'ldingiz yetarlicha. Men xalqqa chiqib olib, reklama qilib, otziv berib, o'zimni maqtamayman. Nima maqtamaysiz? Nimaga men maqtashim kerak? Maqtamasam ham kelyapti shuncha qiz. Maqtash kerak, mana shuncha o'quvchilaringiz bor. Yo'q, bular maqtursin xohlagancha. O'sha reklamasi past, odami yo'qlar, o'zichalik maqtab, o'zini toza bozorga solib chiqursin. Tarozga. Reklamangiz bor, a? Meni reklamam yo'q. To'g'ri, reklamasi yo'q. Ularni, ya'ni keluvchi odami bo'lmagani uchun o'zini Instagramga yoki boshqa narsalarga tarozga solib chiqursin. Menga o'zimning auditoriyam yetadi. O'zi keladi meni. Bir-biridan eshitib kelib oladi. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun men o'zimni maqtamayman. Kerak bo'lsa, o'ziz bo'lsa qizlardan ovoling. Men sizga o'tirib olib, o'zimni maqtab, menmaqa narsalarim bor yoki menmaqaman deyishga toqatim yo'q. Bu siz urushqa deyishganda hamma gaplari rost ekan. Nima? Urushqa deyishsiz o'zi. Savolingizga baribir javob bermaydi, urushib ketadi siz bilan deyishgandi. Men urushqoq ekanman? Men savollarimga javob bergisi kelmayapti, demak, rostdan shu gaplar to'g'ri ekanda. Qizlar nimadir deb o'ylaydi, o'sha asabimni buzyapti. Turmushga majbur qilyaptilar o'shanaqa gaplar bilan. Sizni hozir o'tirib gaplashishga ikkinchi gruppa keladi. Ha, men 12 qilib yuboraman, Laziza. Qilolmaydi deb o'ylayapsiz. Yo'q, qiling, qilavering, o'zingizga просто naqada mensi bo'ladi-da. Qo'rqqanidan 0 qilibdi deyshadi. Men 02 chaqirmayman. Sizni boshqacha topikka tiqaman. 03 chaqiraman, 03 chaqiraman. Mani mashnaqa как раз o'zim Yo'q, to'xtab, 03 nechi bilan qilinardi? Shu yerda bordi. Skoriy pomosh bor edi o'zi shu yerda. 003 bilan qilinarmidi? Nechi bilan qilinardi? Men chaqirib qo'ygan. Skoriyga. Mabodoga deb mana endi nima qilib qo'ysa, skoriy pomoshga turdim, skoriy pomosh ketib qolib qo'rqadi. Yo'q, sen rostdan ham ma'lum, nega chiqib gapirmayapsan? Sizni o'qilov yo'qmi deb oyim fikrda o'tgan. Menga lishniy problema kerak emas. Jahli chiqmasin mayli. Bering. O'qilov pochta. Skoriy qarab turadi. No, 003 midi? Yaxshi, молодец, o'quvchilar zo'r ekan. 10 Yaxshi qilib qilishar ekan. 10 Bo'ldi, ber bosma darsingni. Yo'q, men nima bilan qo'yvoshim kerak. Storiga deyapman. Hozir olsin. Hamma yog'i soppa-soz ko'ringmangizni qarang hozir. Sizlarni mashina qilib anaqa qilmasa, qonun bilan gaplashmasa, siz odam bo'lmaysiz. Mashina qilib kirib boraverasiz odamlarni kasal qilib. Nima qiladi? Sud qiladimi? Bilmayman deyman, uchastkovoy. Men qanaqa o'taman hozir shu bunaqa asabga? Bo'ldi, o'shma tugadi dars bo'lmasa. Bularga faqat dars bering, dars. Sen o'zi birlashtirmaganmisan, o'zi bularni? Mana qanaqa yaxshi ko'rishadi sizni o'quvchilaringiz. Kulib turibsan, o'sha o'quvchilardan yig'am bittasi bo'lib. yozganda, mana ko'rdingiz? Sizni yaxshi ko'radigan. Biz sizni yaxshi ko'rishar ekan. Молодцы qizlar, to'ppa-to'g'ri dars o'ting. Shu asabda siz dars o'ting, chunki pulni olgansiz bularni. Siz yana asablarini buzyapsiz. Yo'q, to'g'risini aytaman, pulni olgan qushlar. Biz o'zimiz rozi bo'lib pul berganmiz. Ha? Chiqib qo'lingiz shunaqa yurdi, nima zarur? Yaxshi-da, mazax beraman, hamma asabga. Siz asabingiz buzilmaydimi? Norozi. Nabor kayfiyatim ko'tariladi. Точно 10:03 mi qizlar? Olmayam. Bo'la bo'rga topish. Tez yordam. Nima qilaman o'zim asabim buzib. Zaril, asab buzib. Hayot sevish kerak. Qizlaringizga o'xshab. Hayot sevganlar bo'ladi, yurishni Chaqiryaptimi? Oldimi? Oldimi? Allo. Assalomu alaykum, Skoriy yaxshimisiz? chaqiruvchi toqatlanib kelsa ham bo'lar ekan. Anaqa skoriy pomoshi bu. Tez yordam. Tez tibbiy yordam. Gaplashing, chaqiring, men gaplasha olmayman. O'zim chaqirib berardim, aytganda Adres aytmoqdim. Skoriy pomoshi. Mazasi bo'lmayapti, endi Ko'rdinglar ham savolga javob bergisi kelmayapti. men bular bilan 02 bilan gaplashaman. Skoriy keladi, keyin 02 chaqiriladi. Mana qaranglar, ham bitta gidro masalalari ham bor ekan. Cho'milib chiqsammikin, asablarni tinchlantirish uchun. O'zlari so'z berdilar mana. Meni o'rnimga kiring dedilar. Kirdim. Bizda hamma narsa fakti bor. Nima qo'ylasizlar? Skoriy hali beri kelmaydi. 15-da keladi. Yo, bilmaymiz. Detski massaj qilishni bilasizmi? Yo faqat o'rgatishni bilasizmi? Chvala Nima qarabsiz? Ahvolingiz yaxshi, tuppa-tuzsiz. Sizni berib yuboramiz. Haqqa. Sizni hozir Mana qarang. O'rganmi? Lazizim.
psixik kasali bor. Menga unda ochib tur gap. Menga master klass o'tib bera olasizmi beg'amlik bo'yicha? Ha, o'rgataman. Beg'amlik bo'yicha, qachon bezlik keladi bo'yicha. darsga? Men unaqa bo'la olmayapman-da. O'rgataman. Hozir qo'lim qaltirab, meni mazam bo'lmayapti. Ho menga bir nima bo'lsa, ketdi-yu. ketgani yo'q, siz ichimdan nima o'tayotganini Nimadir bilmaysiz. bo'lsa ham bab dars o'tishingiz kerak qizlaringizga. Siz bo'ldi chiqib keting bo'lmasam. O'zingiz ko'zim kelib poylab turibman, 12:30da keling deshdi qizlaringizdan poylab. Boring ko'chada poylab tura qoling bo'lmasam. Ha, ko'chada mehmonga ham shunaqa deydi. Mehmon emassiz-ku, Achoyoqqa ozgina havoga chiqing va shu mazam bo'lmayapti. Ozgina havo ichsirlar. Keling, sizga qanday qilib pul topish yo'lini o'rgataman. Do'stlar, sizlarga ajoyib yangiligim bor. Agar siz kontent yaratuvchi bo'lsangiz, unda sizga Boosty platformasini tavsiya etaman. Uning yordamida siz kontentlaringizni monetizatsiya qilib, pul ishlashingiz mumkin. Hozirda reklama daromaddan pul yo'qligi sababli siz aynan shundan pul ishlashingiz mumkin. Siz u yerda eksklyuziv kontentni yuklaysiz va auditoriyangiz turli darajadagi oylik obunalar yoki bir martalik xayriya bilan sizni qo'llab-quvvatlaydi. Misol uchun siz kontent video tayyorlaysiz, uni Boosty'ga yuklaysiz va narxni o'zingiz belgilaysiz. Ko'pchilik uni tomosha qilish uchun sotib oladi. Har bir videoga 5 yoki 10 ming so'm narx belgilaysiz. Sizdan 1000 ta odam sotib olsa qancha foyda keltiradi? Boosty youtuberlar, yozuvchilar, dizaynerlar va boshqa ijodkorlar uchun juda mos keladi. Misol uchun, agar siz youtuber bo'lsangiz, YouTube videolari va qiziqarli sahna ortidagi lavhalar bilan bo'lishingiz mumkin. Boosty shuningdek shaxsiy chatlar va streamlar o'tkazish imkonini beradi. Platforma juda qulay, komissiya kichik 10% va ular sizga 24/7 javob berishadi. Shunday ekan, videodagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va pul ishlashni boshlang. Sizga savolim: agar men Boosty'ga multfilmlar, ekstremal videolar hamda shou-biz olamidagi eng qiziqarli videolarni joylasam, siz aynan shu videolarni donat orqali ko'rasizmi? Javoblaringizni esa kommentariy orqali kutamiz. Amerikaga nima ketmadim? Ha. O'zi bir oy bo'ldi kelganimga. Ha, yo'q. Introda bergan ekansiz, shunaqa. To'g'rimi gapirgan ekansiz? Men introda bu yoqda 6 oy turadilar, 6 oy bu yoqda turadilar deb siz ikkinchi xotinmisiz? Shunaqa qilib savollarni beraman. O'sha savollaringiz uchun bari kulgimni qistatyapti. Nega? Keling men sizga. Mana men domda turaman, qizli uyim. Bu meni aytgancha Radnoy opacham. Ha, yo'q. Men yo'g'imda Amerikada bu ishimni So'rapamdilar-ku. Yo'q, bu ham ikkala opacham ham shu sohada. Ha. Hilola ham Radnoy. 3 kishi Eng kattasimi? Bu eng katta opacham. Konkurentlari ko'pmi? Bunimi? Ha. Kim masalan? Hamma. Butun masaj Nimadir yomonlik sohasi. qilishadimi bularga? Yo'q. Biz hech Konkretli kim bilan samanga bormaymiz. Biz o'zimizni yo'limizda, o'zimizni Hamma rizqimiz qarang, bilan hamma. ishlab yurimiz. Hech kimga hech qanaqa ziyonimiz ham tegmaydi. Hech qanaqa hech kimga bizni ko'la ham yo'q. Bilmayman kim bunaqa ko'layapti bizlarni. Bular qancha oylik daromad oladilar har oy? Siz misol uchun. Oylik daromadimizni bizani shu qancha harakat qilsak, shuncha daromad. Misol eng minimum, eng maksimum. Mana masajxona ochmoqchiman-da, detskiy. O'qisangiz keyin aytaman. Hamma shu savolga qiziqadi. Kecha yaqinda To'qson. mani Aslida o'qishim kerakmi? sizlarda o'qing, Voy, shu sizlarda kasbni o'qing. olmagin, ishlang, pul toping, keyin daromadingizni aytasiz, necha pulligini. Xo'p. Men daromadim aytaymi o'zimga? Ayting. $100,000. Zo'r. Sizlarnikichi? Zo'r. Yaja 100 mingga bormaydi bizaniki. Yo'q. Nima deyapsiz? $100,000 daromad topar ekanlar. Sizlar qancha daromad topasizlar davomman? Halol mehnatingiz bo'lsa 500 ming dollar ham topa olasiz. Shuni aytib so'raman. Halol Halol mehnat bo'lsa. bilan qancha olasizlar davomman? Topa olamiz. Nima edi? Beraymi sizga? Bab bera olmaysiz? Olib chiqing, chiqasiz. Yo'q, nima maqsadda O'zi keldingiz? to'g'risi beraymi, deyapsiz? Bering, ha, bering. Bizani daromadlarimizni mehnatimizga yarasha qancha Ura oladi. qancha ishlasak, ololmayman. Ko'zmanda. O'sha qizga aytsangiz olib beradi. Borib meni o'zicha sindirmoqchi bo'lganiga olib beradi. Xullas, konkurentlar juda ham ko'p ekan, ha? konkurentlar ko'p. Biza ularga konkurent emasmiz. Agar bizaga kimdir konkurent deb o'zidan nimasi, biza hech kimga hech qanaqa pretenziyamiz ham yo'q, konkurentligimiz ham yo'q. Ko'lab bu bo'ldi. Nechi pulga ochdingiz? Yemayapti. Ishingiz bo'lmasin sizni. Nima farqi bor? Nechi pulga ochdim? Nima qildim? Halol mehnatimga Bu javob emas-da. o'zimni erimni puliga ochdim. Ha, bular hozir aytdilar-ki, o'zlarining pullariga. Shu o'zimni pulimga. Eri xotinni puli bittada, nima endi? Eri boshqa, bu boshqa emas. Shunaqa men hozir erimdan pulni oldim unda.
Er xotin puli bitta emas deganlar-da. Mayli. Asabiylashib kerak emas-da. Nima qilaman, o'zi suv bo'lsa, nima qilaman asabiy? O'zi suv yoqmayapti. Hozir kelsa 03 man bilan Osham bilan gaplashaman. Bu bilan pachakilashma befoyda. O'shaning uchun indamay turibman-da. Qara, konkurentlar bilan ilon chiqadi. konkurentlardan bu pul olgan. Bu yoqqa kelgan. Mani o'zigacha sindirishmoqchi. Mani Allohdan boshqa hech kim sindira Bitta olmaydi. savol mana o'sha qiz yozgan, bilmayman kim yozgan. Bitta bolani suyagini chiqarib olgan ekansiz, masaj. Mayli, ha, xo'p, yaxshi. Xo'p, deng. Bo'ldi, Boshini ham shunaqa. chiqarib olganman. Shunaqa. O'shaning uchun men bu yerda o'tiribman. Hech kim meni tekshirmayapti. O'shaning uchun bemalol Bizlarga o'shaning uchun litsenziyamiz bor, dokumentlarimiz o'shaning uchun международный, o'shaning uchun. Yo'q, men hali ham yaxshiman. Bu ham yaxshi, men ham yaxshiman. Siz ham yaxshisiz. Sanammi? Bizlar atrofimizda faqat yaxshi qiladi. Men o'sha beg'amlikni sizdan o'rganganman, Aziza, xafa bo'lmang. Boya meni shunaqa shogirdlarimni oldida o'zingizcha yirtmoqchi bo'ldingiz, lekin xalq meni biladi qanaqaligimni. Men ortiqcha reklama Doktor назначенияsi bilan masaj qilasizmi yoki o'zingiz qilasizmi? Men umuman o'zimchalik назначение yozmayman. Men bunaqa qilib yozib tashlamayman. Masalan, klient keldi. Ha. Doktor назначенияsi bilan kelgan olasizmi yoki o'zingizmi? Ha, mikrofon. Kelganini qilaman. Doktor назначенияsi bilan o'zimcha yozib tashlamayman. O'zingizmi? O'sha o'zichalik men bunaqa yozayotganlarni, ortoped bo'lmasdan oddiy massajistkalar o'zichalik yozib tashlayotganlarni borib tekshiring. Aziza, siz yaxshisi. Xo'p, tekshiraman. Davay, men sizni yubora qoling shunaqa odamlarni oldiga. Mana xudo xohlasa, mana Noto'g'ri manzilga kelibsiz. farzandli Lokatsiyaga bo'laman. kelib qolibsiz. Farzandli bo'laman. Yaqinda xudo xohlasa birimizdan eshitdik, sizlar jonlar. O'shanda necha oylikda masajga olib kelsam bo'lar ekan. Shunaqa zo'r deyapsiz masajni, detsi masajni, to'g'rimi? Hozirgi kunda agar bolaga muhtoj bo'lsa, tug'ilgan bolaga ham yozyapti ortopedlar. Muhtoj bo'lsa, kerak bo'lsa tug'ilgan kunidan ham yozadi. Kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa, lekin sog'lom bolaga 3 oydan olsangiz bo'ladi, bemalol. Siz boyagi savolingizga javob, siz Savolimga. o'sha ortoped bo'lmasdan massaj bo'lib turib o'zichalik yozayotgan massajistlarga boring. Xo'p? Men massajistman. Ular o'zidan ortoped yasab olgan, lekin bittasini ham ortopedический diplomi yo'q, haqqi yo'q. Siz ularni borib tekshiring. Hech nimani bilmasdan 90 ta aytamiz kimga borishingiz. Yo'q, men patsavali, terpilali qilmayman. Noto'g'ri lokatsiyaga kelib qoldingiz. Savollar. Skori. Yotib oling. Qochmay, rostdan yotib olaman. Qizlar qochib turinglar. Oling. Hozir yomon gaplar yozilib ketsa hammasi o'tadi, lekin sizda. Kimga? O'ziga. Masajdan boshqa yana nima ish qilalarmi? Yo'q. Nega? Faqat masaj. Faqat massaj. Yaxshi. Uydagilaringda ishlaydimi? Mazasini qochirdingiz boru, sinimi qochib turing endi. Mana obxod qilsinlar endi. Davleniyasini ham oshirib yubordinglar bolani. Haqqi yo'q, to'g'rimi? Bular qayerdan bilishadi? Bular doktor. Mana shu qahvarxona sizlar eshitilsin. Eshigimga Bularga problemangiz kerak emas. Bularga kasallik ayting. Nimaga aytmasligim kerak? Bular 02 chaqiradi hozir. Ha, ko'ra, bemalol. Nima dori berasiz? Pakaytini. Valdiankami? Valdianka mumkin-ku, to'g'rimi? Yo'q, agar zarari bo'lsa. Bo'p turdi, unda zarari bo'lsa. Qanday chaqirsin, zarari bo'lsa. Qattan bilaman. Valdianka bering. Hacha valdiankangiz bormi? Yo'qmi? Mehribon shogirdlar hisobga bersin. Bas sal o'ziga kelib, hozir konditsionerda yotib tursa o'ziga kelib qoladi. Keladi, normalmi? Keladi. Oshmagan. Normalda. Ozgina oshib tashlaysiz. Bola bo'lmaydi. 02 qilishga haqqim bor, to'g'rimi? Unaqa. O'xshaysiz, men sizga Bulardan so'rayapsiz. Bular olib tekshirib ketadi, bo'ldi. so'roqchisiz. Lekin yaxshi tez keldi, so'rayap. Bering xizmat haqqini bilaman. Men beraman. Siz Nechta berasiz. xizmat haqingiz? Bularniki bepul Bepul. davlat tarafdan olib keladi. Davlat tomonidan. Bu частный ham o'zingiz yuribsiz-ku. Nima qilib turibsizlar? Men kutyapsizlar. Bu Aziza ketdi. Sizlar ham ketaveringlar. Chiqib ketdi Aziza. Ketmadi. Yo'q, boringlar, chiqib ketaveringlar. Men kutyapsizlar. 02 Nimaga qilishimni. baqiryapsiz aka bu? 02 qilishimni kutyapsizmi? Qilavering 02. Yaxshi gapirsam ketasizmi? Oldin o'qiyman yozgan narxasini. Yana yozibdi. Mana mashdan boshlang. To'g'risidan. To'g'risi men qilgan ishimdan qachon yozdi buni hozir? Hozir men yuvardim, videolarni hammasini ko'rsatdim menga. To'g'risi men qilgan ishimdan pushaymonman. Askori kelganini yuvardingizmi? Ha, yuvardim. Ovozim jo'natdingiz o'zingiz. Hozir yuvardik. Men qo'rqoq ekan, kim bo'lsa ham demang. Oxirgacha o'qing, xalq bilsa endi.
To'g'risi, bu yoqqa kelinglar, shogirdlar eshitinglar. Bilib olinglar, konkurensiya qanchalik o'zicha meni sindirmoqchi bo'lgan Shuncha man insonlar, sizga aytdim. qanchalik qanaqa maraz ustozlar borligini, o'zicha qo'sh tirnoqdagi ustozlar, lekin ular odam emas-da. Odam endi hayvon. To'g'risi, men qilgan ishimdan pushaymonman, afsuslanyapman. Men ham massajistka bo'lib ishlayman, o'quvchilar olaman. Lekin negadir menda o'quvchilar soni juda kamligi tufayli bu qizga bo'lgan nafratim oshib ketdi. Nafrat oshishi shunaqa qilish kerakmi endi meni xalqqa yomon ko'rsatib? Kimgadir o'quvchilar olaman, lekin negadir menga o'quvchilar soni juda kamligi tufayli bu qizga bo'lgan nafratim oshib ketdi. O'zim ham bilmay qoldim, nega unaqa qilganimni. Iltimos sizdan meni kechiring, boshqa bu holat takrorlanmaydi, va'da beraman. Faqat ustimdan ariza qilmang, sababi turkishga chiqmagan ayolman. Turmushga ertaga menga nima degan gap bo'ladi. Menimcha ajrashgan bo'lsa kerak, o'shaning uchun. Bilmasam endi men aytdim, hozirlik qiladi, nom bering. Bo'ladi, nima degan gap bo'ladi. Hech bo'lmasa oilamni o'ylang, intervyuga chiqarmang, men aytganimni aytmang. Bunga qizlar juda ko'p boradi-da, klient ko'p juda ham. Klient emas, bu parosat klient deyapti. O'zi aslida patsient deyiladi. Agar meditsina sohasida yaxshi bo'lganda patsient degan gap gapiradi. Demak, bu o'zi shu sohani yaxshi egallamagan. Gapimni aytib qo'ying. Klient emas meditsinada, patsient bo'ladi deng. Juda ham klienti ko'p, juda ham qimmat mashinalarda yuradi. To'g'risi ko'ra olmadim. Zaporojda. Sababi men ham massajchiman, tajribam bor. Menda 1-2 o'quvchi qiz bor xolos. Bunda esa sanoqsiz har xil restoranlar, har xil shaharlarda boraveradi. 13-14ga boryapmanmi? Oshingiz halol bo'lsa, siz ham pulingizga bora olasiz. To'g'ri, endi ko'radiganlar ko'p. Rizq Allohdan, shunaqa Alloh menga yuqtiribdiki, men shu chet elga boryapman. Aytib qo'ying, sal pelini kengroq qilsa, u ham chet elga borib, u ham yaxshi mashina haydaydi. Xo'pmi, yaxshi qiz, ayolmisiz, qizmisiz, siz ham oshingiz halol bo'lib, mehnat pul qilib, mammaq qilib, shogirdlaringizni rozi qilsangiz, siz ham qimmat kafelarda, yaxshi mashinalarda yurib, chet elga bora olasiz. Meni qo'lagungacha. Bunda har xil shaharlarga boraveradi. Shunga jahlim chiqib, g'ayirligim tutib ketdi. Balki shunaqa qilsam, bunga odam kam keladimi deb o'ylab qoldim. Iltimos, Layza opa, meni kechiring, men ma'lumotlarni bu qizga bermang. O'tinaman, opajon. Hozir siz atidan buni nomerini bekitib, menga faqat SMS-ni o'qitib berasiz. Gaplashib olasiz. Qachon berasiz? Bugun hozir bering, xalq qoldida. Kimligini bilsa. Hozir endi bu hozir nima maqsadga erishdi? Meni darsimni buzib soat 12 bo'ldi. Shuncha qizim qarab turdi. O'shani kameraga qarab gapiring, nima maqsad? Xolov deydi. Qarang, menga emas, kameraga qarab gapiring. Yo'q, u meni oldimga ekan. Mana hozir bu YouTube'ga chiqadim. Chiqarasiz. Assalomu alaykum. Aziz xalq, yurtdoshlar, asabiylashganim uchun ming bor uzr so'rayman. Lekin bilib olinglar, shunaqa mashnaqa birovni ko'ra olmaydigan, birovni pulini hisob-kitob qiladigan do'st dushmanlar son sanoqsiz. Lekin o'zini bilimi yetarlicha emas. Hozir men prosta nimaga asabiylashib ketdim? Shuncha qizni vaqtiga xiyonat qilib, vaqtini o'g'irlaganim uchun achindim. Agar Laziza alohida darsimdan tashqari vaqtda kelganda, men siz bilan bemalol, spokойный, hammasini tushuntirib, bo'g'ib qo'yardingiz qizlaringiz bo'lmaganda. Shaqa insonmanmi qizlar? Endi jahl chiqqanda aql ketadi-ku, to'g'rimi? Agar boshqa qiz bo'lganda, boshqa inson bo'lganda, shu qilgan qilig'ingizga mashdan itarib, mana shu hamma qizlarim bilan chiqarib yuborgan bo'lardim. Siz haydab. Rahmat. Men sizni Laziza. Men sizga nabart yaxshi bo'lsin deb kelib o'zingiz ko'rsatdim. Qayoqdir Instagramdan charmanda qilmadim, Instagram charmanda qiling gap. Endi siz hozir mendan qanaqa uzr so'raysiz? Menda davay oqling o'zingizni. Menga hozir shu ishni qilib, shu insonga ishonib, meni qizlarimni oldida yer qilganingiz uchun, yer bo'lganim yo'q, bular meni yaxshi biladi qanaqaligimni. Lekin shu qilgan ishingiz uchun menga o'zingizni oqlab, o'zingizni nima deydi, aybingizni yuving. Yuring, restoranga boraman. Hamma qizlarimni olib borasiz. Yo'q, men nimaga bilan boraman? Nimaga bularni hozir 40 minutlik vaqti yutkazildi? Siz bilan pulni to'laysiz, men bilan boraman. Siz qizlaringiz, meni qizlarim emas. Zo'r ekan-a bu. Nimaga qarang? Pulni to'lar ekanlar o'zlari ustozligida. Ha, bu talant, bez bo'lish ham talant. Har kimda yo'q. Ichim og'rib. Talant. Shu kulgim savol kelyapti. berish, men savolga javob berdim. Menga qarang. Laziza, siz davay men aybingizni yuving hozir meni qancha asabiylashtirib, anti skoriy ovora bo'ldi. Meni asabim ketdi. Skoriy ovora bo'lmadi, skoriy ishini qildi.
Mamma qanaqa qiz bu? Men tushuna olmayapman. Manmi? Kompot ichaman. Kompotimiz yo'q, oddiy suvimiz bor. Yo'q, nima ichasiz, nimadan zavq olasiz? Kompotlarchi kimda bo'ladi? Aytingmi, kompot, kolalar xalqqa pulini aldab olayotganligida mana bu shvedskiy stol qilib qo'yishadi. Yo'q, men kola ichmayman, kompot De, ichaman. sizni mehmon qilishadi ular, shunaqa insonlar mehmon qilishadi. Menda oddiygina suv bor. Lekin oxirgi payt aytganimcha, mana hozir aytyapsiz mehmon qilishadi, bitta joyga kirdik, to'yxonaga, gaplashgani. Kola, fanta ham narsa bo'lgan, suv ham qo'yib qo'ygan. Kun issiq bo'lishiga qaramasdan, hattoki mana ozgina suv iching ham deyishmadi. Ular ham qizg'anchiq qilishadi joydan. Yaqinda shunaqa holat bo'ldi, bitta massajistga nechtadan haydashganda, noqonuniy. Keyin men o'shani gapirib chiqing, iltimos, meni yonimga oling, menga hech kim yordam bermayapti dedi. Gapirib chiqdim, o'sha korxona meni sudga berdi. Berish kerak? Berdi, lekin noto'g'ri ish qilishdi. Ha, noto'g'ri. Ha. Manaqa mashinik sizni yollagan bo'lgan, u ham. Yo'q. U o'zini haydashgan, massajistkani. Ishxonadan haydashgan. U xotin bola chaqasi bor, ishlaydi. U pulsiz bolasini boqolmasdan qolib ketdi. O'shanga endi men ham bu qizga ishondim-da. Nima bo'lar ekan? Mana borib sizni oqlagani keldim. Chiqarib olsam bo'lardi o'sha. Siz oqlashga kelganingizda, o mashinik xalq pulini olib diplom bermayotgan ekansan deb kirmasdingiz. Men siz emotsiyangizni ko'rmoqchi edim. Odam haq bo'lsa, o'zini oqlashga harakat qiladi. Agar nohaq bo'lsa, siz endi mendan uzr so'rang hozir. Nima qilib o'tirdingiz? Nimaga uzr so'rayman? Siz nohaqlikda keldingiz. Men gapirmadim, bu gaplarni bu gapirishdi. Qo'lingizni olingizdan, davay deb qo'lingizni bering. Bismillah, yo bismillah. Men o'zim sekingina to'g'ri tushuntirib chiqaryapman. Meni ham darsim boshlanadi. Hozir menga ham xalaqit qiladiganga o'xshab turibsiz. Davay, yo bismillah. To'xtang, hozir o'zim sekin chiqaman. Davay, men o'zim olib chiqib qo'yaman. Mayli, sog'lik va salomatlikda. Bu nima Ancha o'tirar ekan. deydi-ku. Qani, ustamilar Suv ham bermadinglar-ku. Operatorlarim qovursa, sizlarga videolar, zo'r video olishadi. Mana mikrofoninglar. Bu Yevro Promotion studiyasi. Xijolat, davaychi izit. Bunaqa studiya yo'q. Shu izitsa, rahmat. Lazizaxon. 4K da berishadi videolaringlarni zo'r qilib. Lazizaxon. Kerak bo'lsa chaqirasiz operatorlarimiz. Hop. Men berib turayman xalqqa Ha, gapiring. hop, gapiring. Mani nomimdan o'sha konkurent massajistkalarga alangali salom. Agar nima deydi, sizlarda bunaqa shogird ko'p bo'lmayotgan bo'lsa, o'sha qimmat kafelarga bora olmayotgan bo'lsanglar, qimmat mashina hayda olmayotgan bo'lsanglar, bu meni aybim emas. Demak, sizlar o'zinglarning ustinglarda ishlab, ilm o'rganinglar, mehnat qilinglar. Ana o'shanda sizlar ham mana shunaqa shogirdga, mana shunaqa joyga ega bo'lasizlar. Anu shogirdlarga nominglarni sotib, filiallar ochib, franshiza qilguncha, blogerlarga pul berib, Instagramlarni gullatib, nomi urib, supras quruq bo'lib, Instagramga ishonib borib, lekin tuppoy bo'lganinglardan ko'ra, lutchi menga o'xshab halol mehnatinglarga zo'r bo'lib yuringlar. Maylimi? Hopmi? Bunaqa qilib Qo'lingiz sizdagi bebaho massajistga yo'q dunyoda. siz hozir meni tan olmayapsizmi hali ham, Layza? Tan olma, shu bola olib kelaman deyapman-ku. Qachon olib kelasiz? Tug'ilgandan keyin, xudo xolisa. Agar alamingiz bo'lsangiz. Alamim bor, alamim bor. Nima bo'lgan taqdirda ham bizada menga iltimos YouTube'ga qo'yiladi dedingiz. Ha. YouTube obunachilar, YouTube xalq o'zbekim ahlidan so'ragan bo'lardim. Yevro- Shogirdlarim diqqatiga bor, hammadan. Agar haqiqatan sizlarni diplominglarni bermagan bo'lsam, yetarlicha nima deydi, bilim bermagan bo'lsam, pulinglarga xiyonat qilgan bo'lsam, xalq yozsin kommentariyaga va o'sha inson qanchalik Nomerini noto'g'ri yozib ish qilganini, Laziza noto'g'ri botga kirib kelgani uchun pushaymon bo'ling siz ham, o'sha qiz ham. Tushuntira oldimmi? Ikkinchi bunaqa qilib meni oldimga kelmaylik. Kelsangiz yaxshilikcha keling, men bemalol suhbatlashib, mehmon qilib choyimni beraman. Bo'ldi. Lekin bunaqa Lekin qilib kola fanta bermayman, do'stlar. Yo'q, kola fanta bermayman. Nima berasiz, choymi? Suv beraman. Suvim ustida ham. Tushuntira oldimmi? Kimga haqiqatan puliga xiyonat qilgan bo'lsam, nohaqlik qilgan bo'lsam, kommentariyada yozib qoldiringlar. O'sha massajistkani men Nomer tashlab yubordim sizga, ko'rasiz. Gaplashib oling. kelganinglardan keyin aytaman Hop. kimligini. Hop. Sog' bo'ling. Yaxshilikda ko'rishguncha. Alohida chiroyli kelsangiz, men asablarimni joyiga qo'yib, kulib chiroyli qilib Обязательно, qo'yaman. xudo xolisa. Siz kirib kelishingiz o'zi xunuk bo'ldi, Layza. Agar Zato chiroyli chiqib ketyapman-ku. noto'g'ri gapirgan bo'lsam, dilinglarni og'ritgan bo'lsam, bolalar sizlar ham men bor uzr, jahlda Kechirdingizmi? Jahlda suv sevvordim, dilinglarni og'ritib, yomon gapirib qo'ygan bo'lsam, men bor uzr so'rayman. Xalqdan ham uzr so'rayman. Qizishib ketgan bo'lsam, aslida unaqa inson emasman. Lekin bularni kirib kelishlarini agar kameraga mashinik deb kirib kelganingizda agar olgan bo'lsa, sizni xatoligingizni xalq o'zi biladi. Mashinik deb aytishdi deb kirib keldim.
aytishdi deb. Ha. Endi kim haq bo'ldi? Endi siz oqlandingiz, shuning uchun yaxshi kayfiyatda mana biz xayrlashmoqdamiz. Sertifikatimiz qonuniymi? Ha, Ko'rdingizmi? qonuniy. Xudo xohlasa Ayting biz kameraga albatta qarab. Nima oxirida oqlab aytmayapsiz? hozir Mammaqalarida siz kirib keldingiz, u vaqt mashinik deb beryapsiz-ku. kameraga qarabdi, lekin oqlashni nima kameraga qarab Yo'q, oqlab siz menga vaqt ketmayapsiz? bering. Men siz gapirib bo'lganingizdan keyin обязательно men gapirmoqchi edim, lekin siz menga gap bermayapsiz. Bo'ldi. Boshqa savolinglar yo'qmi? Hamma diplomlarni ko'rdik, o'quvchilarni ko'rdik, hammasi zo'r, chiki, gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xohlasa biz albatta farzandlarimiz bilan shu baby spaga tashrif beramiz. Balki o'zimiz ham kelib qolarmiz. To'g'rimi? Voyla Yaxshi aziza. niyat, yarim mol. Operatorlarim xafa qildingiz. Mana bular ham kayfiyatni ko'tarib qo'ydik-da. Olgan bo'lsangiz pulini endi qaytarib bering. Nohaqligini endi u bilmayman-ku Bu balki. endi unaqa zamon emas, hozir pul beradigan zamon emas, pul oladigan ham zamon emas. Hammasi yaxshilik bilan tugadi. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Sog' va salomat bo'ling. Men umuman boshqacha kutgandim, Aziza. Mayli, xudo xohlasa yana ochilishlaringizga kelamiz. Xo'p, rahmat. Sog' bo'linglar. Biz o'zimiz uyimiz tomon yo'l olmoqdamiz. Shuning uchun birovni qoralashdan oldin avval tekshirib, keyin bizga yozib yuboring. Lekin biz mana zato bularning nomlarini cho'tki qilib berdik. Yomon deb xos chiqargandan ko'ra tekshirgan 1000 marta afzal. Xayr, paka.